Axlat yemekliklar asti tutish qobiliyatini 4 kun ichida buzilib talaydi ekan. Yo'llovchi doktorlar to'r bekitidan Nurmamat doktor Shimoliy Karolina Universiteti tibbiy institutining Neon jurnalida e'lon qilingan yenilik yaratqish tadqiqotida axlat yemekliklarning menining xotir markazini tezlikda qayta tuzib chiqib belish iqtidorining chekinishini keltirib chiqardiganligi oshkorlandi. Bu tadqiqot yemek-ichmekning meni sog'lomlig'iga bo'lgan chunqur ta'sirini gavdalantirib, semizlik keltirib chiqaradigan asti tutish qobiliyatining chekinishdan oldini olish uchun yeni yo'llarni ochib berishi mumkin. Tadqiqotda bayqilishicha, tipik g'arbcha axlat yemekliklar, masalan, pishloqli hamburg va mayliq kaboblardagi to'yingan yog' miqdoriga taqlid qilingan yuqori mayliq yemek-ichmek menining sakan qo'riray yo'lidagi SSK oraliq neyron deb atiladigan alohida meni hujayralarning bilituz qabul qilishini to'sqinlikqa uchirtib, ularni haddidan ziyoda aktivlashtirib etadi ekan. Bu normalsiz harakat qisqa vaqtlik mushundaq yemek-ichmakka to'sh kelgandimi, sakan qo'rayuning xotirini bir taraf qilish e'tidorini qalaymaqonlashtirib etadi. Men hujayralarning energiya metabolizmini tanishaydiganki, kamiy ishki asli bu jarayonda alqiliq rol o'ynaydi. Shimoliy Karolina Universiteti tibbiy institutidan professor Song mundaq deydi. Biz yemek-ichmak va metabolizmning meni sog'lomligiga ta'sir ko'rsatadiganligini bilardik. Ammo sakan rayonidagi SSK oraliq neyronlarning qisqa muddatlik yuqori mayliq yemek-ichmakning ularning iqtidoriga bevosita ziyon soladigan darajada sezgur bo'lishini o'ylamagan edik. Eng hayron qolarligi shuki, bu hujayralar glikoz ta'minotining ozayishiga tez inkas qaytaradi ekan. Bu o'zgarishlar asti tutish iqtidoriga ziyon yetkazishga yetarli ekan. Tadqiqotchilar shoshgan modellarni axlat yemeklikka o'xshaydigan yuqori mayliq yemek-ichmak bilan bekib, aram 4 kun ichida menining xotir markazidagi SSK oraliq neyronlarning haddidan ziyoda aktivlashganligini kuzatdi. Bu tez unum o'riplash yoki diabet kasali paydo bo'lishidan xeyli burun yuz bergan bo'lib, xotir yo'llarining yemek-ichmakka qanchalik sezgur ekanligini va oziqlikning meni sog'lomligini saqlashdagi halqiliq rolini ta'kidlaydi. Bu tadqiqot yana to'yingan yog'ga yuqori mayliq yemek-ichmakning baldur kelishlik devamli kasalligiga o'xshash nerva chekinishi xarakterli kasalliklarning xavfini oshirib etishi mumkinligini ko'rsatib beradi. Qandaqli bo'lmasin, menidagi glukoz saviyasini asliga keltirish neyronlarning haddidan ziyoda aktivlashishini unumli bostirib, asti tutish qobiliyatining kamligini tuztalaydi. Yemek-ichmakni tanishish yoki dorilar orqali aralashish semizlik bilan munosabatlik nerva chekinish xarakterli kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Diqqat qilishga arziydigini yuqori mayliq yemek-ichmakdan keyin aralab ro'z tutish SSK oraliq neyronlarning faoliyatini normallashtirishga va asti tutish iqtidorini yaxshilashga yetarli bo'lgan professor Song mundaq deb ta'kidladi. Bu tadqiqot yemek-ichmakning meni sog'lomligiga qanchalik tez ta'sir ko'rsatadiganligini va ro'z tutilish yoki nishonliq davolashga o'xshash baldur aralashish orqali asti tutilish iqtidorini qo'llash va semizlik hamda metabolizm qalamqinchilari bilan munosabatlik uzun muddatlik bilish masalalarining xavfini azaytgani bo'ladiganligini ko'rsatib berdi. Uzun muddatda bu xil strategiyalar metabolizm iqtidorining qalaymiqanlishi bilan munosabatlik baldur kelishib, divanlik kasalining kun sari eshiyotgan ijtimoiy yukini yeniklatib, sog'lomlikni universal boshqarish uchun yeni usullarni ta'minlaydi. Tadqiqot guruhi bu nishonliq davolash usullarini insonlarga qo'llang'ili bo'ladigan bo'lmaydiganligini va yuqori mayliq yemek-ichmakning baldur kelishib, divanlik kasali xavfiga qandoq to'rt qo'shilganligini texnik ilgirlagan oldi tadqiq qilishni planlamoqda. Kelgusidagi tadqiqotlarda yana menidagi glukoz saviyasini muqimlashtiradigan yemek-ichmak andisiga o'xshash turmush usulini asos qilgan aralashishlarning qo'llash roli bor yo'qligi tekshirildi. Mazkur ilmiy tadqiqot Amerika Shimoliy Karolina Universiteti tibbiy instituti tarafidan 2025-yil 9-oyning 11-kunida Tozliq Nerva ilmiy jurnali Neuron'da e'lon qilingan maqolaning temasi glukoz tarafidan tormozlangan deniz eti rayonidagi SSK oraliq neyronlarni nishonlash orqali yemek-ichmak keltirib chiqargan semizlikdagi bilish iqtidorining chekinishining oldini olish.